Jingeli sochga qiziquvchilar uchun maxsus video. Asadbeyning orqa va yon sochlari juda ham o'sib ketibdi. Bugun uni sochini kaltaroq qilamiz. Asadbeyning sochiga krugli forma berib ko'rsak nima deysizlar? Har doimgidek tepasini ajratib olib, yon va orqa qismlarini kaltalab chiqamiz. Bugun flirovka ishlatmay qo'ya qolaman, sababi jingeli sochga flirovka ishlatsak, jingeliligi yozilib, valnisdek ko'rinib qoladi. Agar qalin va zich jingeli soch bo'lganda o'ylab ko'rardim. Yonlariga forma berib bo'lganimdan keyin tepa qismini yon va orqa qismlariga har doimgidek moslab chiqaman. Umumiy forma tayyor bo'lgandan keyin soch teksturasini slicing kesish usulida to'g'rilab chiqaman. Soqolli bo'lsa, yonlarini perexod qilib, yuzga moslab forma beraman. Lekin soch qo'ng'iroqligiga maza qildim lekin. Boshni yuvganimizdan keyin soch shunchaki quritib, diffuzor yordamida yana ham jingeli ko'rinish beramiz. Qilgan ishimizda yana ham chiroyli ko'rinishi uchun oxirida blesk sepib boramiz. Bugungi ijodimizga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni bildiringlar.